bo'lmadi. Uy, bizga yeyapti. Ketib qoldimi? Yo, barcha salomchilar, salomat. Terox men yangi videomga xush kelibsizlar bolalar. Xo'sh, hozir fermaga chiqmoqchi edim. Fermamni qilib bo'lib esa o'zimni nima desa bo'ladi, kompyuterda ishlarimga o'tiraveraman. Ishi taqladimi? Hozir kimni hozir qaraveraman. Jitel namchi taqlatsan. Sani mer chaqiryapti, iltimos tezlash. Muhim gapi bor ekan. Mer chaqiryapti. Ketib qoldi. Nu g'alati ertalabda mer meni nimaga chaqiryapti ekan? Mayli ishlarimni qilib olib, mayli birinchi mer yoniga borib kelaylik, nima gap ekan bilib olish kerak. Xo'sh. Assalomu alaykum janob mer, chaqirtiribsiz? Ha, keldingmi? Qarochi bizning qishlog'imizda qanaqadir bir maxluqqa o'xshagan bir odam yuribdi. To'xtang, nafasingizni rostla gapiring. Qanaqa maxluq? Siz ko'p kino ko'rib o'rgansiz shekilli. Ko'zingiz ko'ryapti-yu, yaxshi uxladingizmi o'zi? Hamma jitanlar ko'rdi. Ko'rinishi qanaqa edi uni? Qanaqadir yuzida oq maskamini tushunmadim, yo'llari qop-qora edi. Qop-qora edi. Nu g'alati, men lekin ko'rganim yo'qmi? Sen endi turdingda qatdan ko'rasan. Nima u kechasi yuribdimi? O'sha jitanlar kechasi ko'rishibdi. Kechasi g'alati. Kechasi jitel o'zi nima qilib yurgan ekan ko'chada? Endi so'rab kelishim qoluvdi. Mayli, urishib tashlamang. Hozir agarotlarni yig'ib olib kelaman-da, keyin o'sha siz aytgan narsani qidirishga harakat qilib ko'raman, bo'ladimi? Bo'pti, tezlash. Bo'pti janob mer, ko'ramiz unda. G'alati, ertalabdan qanaqadir bir g'alati anaqa deydi, men tushunmadim. Mayli, hozir tez agarotni yig'ishtirib olsam, всё. Hamma kartoshkalarni ham o'zgartirish kerak edi, obunachilar. Sizlarga qaysi biri yoqadi? Kartoshka yoki sabzi? Masalan, menga sabzi yoqadi, sababi sabzi bu bo'yni o'stiradi va kartoshkaning foydasi esa juda kam, lekin sabzida juda ko'p. Masalan, ko'zinglarni ko'rayotgan, ko'zinglarning zreniyasini oshiradi sabzi. Shuning uchun ko'proq sabzi yeyish kerak. Tavsiya beraman sizlarga. Kommentariy yozib qoldiringlar, sizlarga qaysi biri yoqadi. Xo'sh, janob mer olib kelgandim. Nimani kommentariyaga yozinglar. Yo'q, obunachilarimga aytayotgandim. Yaxshi bo'ldi, borur. Kim men aytgan ish bilan shug'ullangan. Bo'ldi, shug'ullanaman. Xo'sh, cho'ta ko'rmayapman. Qayerda qishloqda dedimi? Tushunmay qoldim, janob meram. Yo'q. Xo'sh, men anitdi kimdir ko'rgandek bo'ldim. Tushunmadim obunachilar. Sizlarning ko'zingizga ko'rindimi? Ili meni ko'zimgami? Men bu yerda kimdir turdi. Uy. Kim u? Tushunmadim. Bu yoqqa kelsan, hozir men senga ko'rsatib qo'yaman. Qaniydi hozir tepaga chiqib oladi. Hali ham turganmikan? Menimcha qochib keta olmaydi. Sababi endi tepadan o'zini otmaydi-yu. Hozir janob merga yetamiz, ushadimmi deb. Yo'q. Hozirgina shu yerda turdi-yu, obunachilar. Hozirgina shu yerda turdi-yu. Sizlar ham ko'rdinglar, ko'zini menga qarab turadi. Faqat menga, boshqa joyga emas, bu yoqqa emas, aynan menga qarab turadi. Mana shu yo'qda. G'alati, nima u yo'g'ib qoldimi yoki pastga tushib ketdimi? Jitellardan so'raylikchi. Yoki shu yerdan parkur qilib yuboraymi? Yo'q, oyoq sinsa keyin parkurim chiqib ketadi. Nima, zinadan tushaveramiz. Xo'sh, ishi nima qildi? Jitel, sen ham ko'rdingmi? Qanaqadir ko'z maskasi bor odammi? Yo'q, ko'rmadim, lekin kechasi ko'rdim. Hozir men bu yerda turdi-yu, ko'rmadingmi? Yo'q, undan ovoz ham eshitilmadi-yu. Qarashga ham hojat bo'lgani yo'q. Ovoz eshitilmadi. Qanaqasiga hozir men bu yerda turgandi-yu? Bilmadim, lekin menga ko'ringani yo'q. Bo'pti, jitel unda. Lekin g'alatida, hozirgina ko'rib turibman, yana ko'rinmadi deyishadi. Men jitellar eshigini yopib qo'yaylik. Jitel kirib ketdi, eshikni ochiq qoldiribdi. Lekin g'alati, mayli janob mer endi ertalabdan uni tutib bo'lmaydi, shuning uchun kechasi bo'lursa, men kechasi bo'lganda uni tutishga harakat qilaman. Hozir esa unga tuzoqlar o'ylab turaman. Stop. Bolalar o'rachlar. Shu videoni ko'rib turib, like olmay bosmasalar bo'ldi. Всё. Kim meni videomni ko'rib turib, like olmay bosmasa, basharasi ko'rib joydan tur o'tib ketsa. Xo'sh, уже xullas kecham tushib qopti-yu. Menimcha soat уже necha bo'ldi? 12 bo'lib ketibdi. Obunachilar 12 gacha narsa izlab o'tiradimi? Tushunmay qoldim.
Vashi 12gacha nu topdim, zakaz qildim, xullas keldi. Endi buni hozir qilgan kelmoqda sababi ertalabdan beri kompyuterdaman, ko'zlarim qip-qizil bo'lib ketgan, shuning uchun ertaga qilib qolaman. Hozir juda uxlayim kelyapti onachilar. Xo'sh. Fakelni olamiz. Все, uxlashga yotamiz. Kim yonidan o'zli eshitilyaptimi? Sizlarga ham eshitilyaptimi onachilar? Ko'rasizlarmi, qanaqadir 30 lira bosayotgandek bo'lyapti. Kim yuribdi uyim yonida? Bu yoqda yo'q, ko'rinmayapti. Mahmadda yuribdi, ko'rinmayapti-da o'ynadan yaxshi. Tomimda yuribdi endi. Tomimda yuribdi. Kim yuribdi tushunmadim. Mahmud Dravavik o'qib bormikan? Bor ekan, yaxshi. Yaxshi o'qib bor ekan. Xo'sh, qani ekan u? Hozir menga ko'rsatib qo'yaman-ku. Kimdir keldimi? Shu qochib ketdimi tushunmadim. Kimdir yuribdi, eshityapsizlarmi onachilar? Tushunmayapman men. Uy, kim u? Hozir ko'rsatib qo'yaman. Yo'qolib qoldimi? Ko'rdinglar onachilar, sizlar ham ko'rdinglar, to'g'rimi? Ko'rdinglar-ku. Men bu yerda turgandim hozirgina. Boya o'shanda ertalab meni bekorga menga qarab turmagan ekanda. Endi meni nima tinch qo'ymayaptimi? Yo'q, men hozir qilichim qani edi? Mablarim avvalida. Qani edi, men tuzog'immi? Bo'ldi. Xo'sh, mana buni bu yoqqa qo'yib qo'ysam, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa, bo'ldi. Lekin ko'chaga chiqish kerak edi, hozir buni tuzoq qo'yib uni yo'q qilish kerak. Hozir uyda men bundoq qilib o'tirsam, bitta burchakka siqilib qo'yganday bo'laman-da. Lekin ko'chaga chiqsam xavfli bo'ldi. Men bundan ko'ra ko'chani nazorat qilib chiqay qolay. Xo'sh, ko'chani nazoratda ushlaymiz. Qani, janob mer aytganda, "Jitellar kirmaysanlarmi uyingga? Jitel uyingga kirib yot." Hozir orqamdan quvlab chiqdi ana maxluq. Maxluq qani, maskasi bor emasmi? Ha, o'sha. Menda ham o'sha yerda oynamning yonida turgan ekan. Mani oynamning yonida turadi, lekin sani qanday o'yinda bo'lib turibdi? Bilmadim, hozirgina qochib chiqdim ko'chaga. Uyda siqilib qolishimga sal qoldi. Men ham hozir qochib chiqqandim. Uzr, jitel g'alati gapirib yubordim. Xo'sh, hozir biz qishloqqa bitta nazoratda nimasi bo'ladi. Qarab chiqishimiz kerak. Xo'sh, bu yoqda ko'rinmayapti u maxluq. Menimcha yo'q. Nega ko'rinmayapti? Bizga yotdi. Ketib qoldimi? U orqasiga o'tib ketdi. Hozir menga ko'rsatib qo'yman-ku Drabavikim bilan. Hech kim yo'qmi? Hozirgina o'tib ketdi yoki men bitta yurtdimi? Bitta o'qim qolibdi-da. Bitta xato qilsam ketib tugadi degani bu. Unda bilmadim, xo'sh, hozirchi nima desa bo'ladi, tuzoq qo'yaveramiz. Sababini ko'ryapsizlar o'zingizlar. Biz buni usholmayapmiz-da, oddiy yo'llar bilan. Mahmuddan qilaveramiz. Xo'sh, mana shuncha tuzoq qo'ysak normal bo'ladi. Xo'sh, Mahmudga bitta chiqishimga yo'l ham qilib qo'ydi. Mana nechtalik qilsam ekan? Chuqurroq qilganimiz yaxshiroq. Xo'sh, mana shuncha bo'ladi. Eng qizi bitta lavhaman, zato yonlarga hozir yoyilganda, mana yonga yoyildi. Lekin bilinib qoldi. Xo'sh, bunday olamiz-da. Bunday qilib turib, ne bu yoqdan oldim o'zi tushunmadim. Xo'sh, 4 ta ekan u menda. 4 ta bo'lsa, unda mana buni olishimiz kerak. Bunday qilamiz-da. Bunda IQ ni ishlatib olamiz. Kam zakaz qo'raman, necha unda. Xo'sh, undachi mana bu quduqqa borib, bu yog'ini bunday qilamiz-da. Mana bu yog'idan bundoq qilsak, mana bunday. Baribir tushadi-da. Endi chekkasidan yurmasligi mumkin, to'g'ri. Bu yog'i g'alatiroq bo'lib qoldi. Xo'sh, undachi bu yog'iga bunday qilamiz-da. Qiziq, kam zakaz qo'raman-da. Mayli, endi bo'lar ish bo'ldi. Endi bu yog'ini loy bilan yopib qo'yamiz. Qorong'ida endi ko'ziga ko'rinmasa kerak. Bo'ldi, meni ko'rmoqda degan umidda mana. Agar kuzatib o'tirgan bo'lsa, obrachilar shuncha qurgan tuzog'imizga o'zimizni tushirib. Endi uni amallab bu yoqqa olib kelish kerak. Xo'sh, eslab qoling, bu yoqdan qildim, Merruy tarafdan. Demak, daryodan aylantirib olib kelishim kerak.
No, unda hozir uni qidirish kerak. U qayerda ekan? Jitel uyingga kirib yotsang yaxshi bo'lardi-da. Hozir yana siqilib qolaman, kerak emas. Unda nima ertalabga tushib turasanmi? Xo'sa, tuzoq qilding-ku, o'shani men ko'rib o'tiraman. O'lgandan keyin, ushlaganingdan keyin men bilan uxlayman. Mayli unda, san ham agar ko'rsang aytganda tushundingmi o'shani? Da, bo'ldi, mana bunda qidirishga tushaman. Unda yaxshi Jitel, просто unaqa nima desa bo'ladi. O'zingni hayotingni rasvo qilib yubormang. Bu yoqda hech kim ko'rinmayapti. Dunda endi Mamatlarni sekin izlab borish kerak. Xo'sh, shunda ketdi. Orqamda kimdir baqirdimi? Qanaqadir yurgan ovoz eshitildi. Tushunmadim. Kimdir yuribdimi yo'q? Uy! Ana o'sha maxluq. Maxluq, bu yoqqa qo'rqmayman men sendan. Bu yoqqa davomman senga. Hozir orqamda keladi. Nima kelmayapti u? Sendan qo'rqmayman demoqdim, eshitmoqsanmi? Maxluq. Uy, kelyapti bunachilar. Kelyapti, Jitel qoch. Jitel. Uy, maxluq. Maxluqni o'ldirdi, bunachilar maxluqni o'ldirdi. Xo'sh, hozir ko'ramiz. O'libdimikan? Da, o'libdi. Jitel maxluqni o'ldirdik. Maxluqni o'ldirdi, Jitel. Yaxshi bo'ldi, endi biz bemalol yashasak bo'ladi. Shuni aytaman-da men ham senga. Orqangda nima turibdi? Nima turibdi? Jitel qo'rqitma odammi? Qarasang ko'rasan. Uy! Nima bular? Nechta bular? Tushunmadim. Har bir tomda turibdimi? Yo'q, qochish kerak, Jitel, qoch bo'ldi.